Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Barchangizga yaxshi ma'lumki, Alfa Agro kompaniyasi har bir gibrid uchun video shaklida konkurs o'tkazadi. Qandaydir bir videoga shu lavhalarni tayyorlashga yordam bergan dehqonlarga albatta ana shu sortdan bir pochka urug' bepulga hadya etiladi. Ko'pchilikka ma'lum. Bundan tashqari o'sha Borza Grazon, Etalon, qizil pomidor gibridlari uchun konkurs ham e'lon qilingan, ya'ni o'sha eng yaxshi natijani ko'rsatib bera olgan dehqonlarga pul mukofotlari mavjud. Endi Xushbek akamni hammanglar yaxshi taniysizlar. Avvalgi safar videolarni ko'rdik, undan hozir juda ko'p e'tiroflar bo'ldi. Avvalambor Alfa Agro kompaniyasi mana shunaqangi dehqonlarga minnatdorchilik bildiradi. Avvalambor sizga Xushbek aka rahmat. Endi sizga hozir firmamiz tomonidan bir emas 4 pochka urug' hadya qilishga biz qaror qildik. Avvalambor bu nimaga? Avvalambor bu yerda e'tibor, bundan tashqari firmamiz rahbariyati bilan kelishgan holda dehqonlarni yana ham rag'batlantirish, mana shunaqa sizga o'xshagan dehqonlar yana ham ko'proq bo'lsin. Bu to'g'ri biz uchun ham foyda, lekin asosan dehqonning o'zi uchun foyda. O'zini barakasi qancha yaxshi qarasa, shunchalik ham hosildan ham kerak bo'lsa bu tomondan ham urug'lar ham yaxshi bo'lsa, hosil shunaqa yaxshi bo'ladi. Avvalambor birinchi o'rin urug'ga bog'liq aka. To'g'ri. Qancha urug' yaxshi bo'lib, hosildor unumdor bo'lsa, dehqon ham baraka topadi o'shanda. Sizga kattakon rahmat. Rahmat sizlarga. Hozirgina juda to'g'ri fikr aytib o'tdilar. Birinchi qadam baribir urug'ni to'g'ri tanlashdan boshlanadi. Birinchi qadamni qo'yishda adashmang. Alfa Agro kompaniyasini urug'larni ekishingizni tavsiya qilib qolamiz.